Gözüm karasına merdum ki bir vatan kıyıl vaya zingülüne kül tesin yasa gülşen Hadin hal bana can Şenin şemal kılgı تكورينغا بغير قاو دين خناب الله إتين غمزدنا جامريش تسين رسان قلبينا Yüzün sağlığa yetsin desen künüllerini Saçını baştan ayak Çin ile aşkım kılgıyal Hazal ısbahga ey bağbani masmali bu bağ tağda geri ignadil tikan qilg'ina Yüzünde tirini kırıp Ölsene Refik mani Gül Bergidir kefen kılgı Evaya ay نوای انجمنی شوق جان را تو سنگم
شوق شمی انجمن خیل قل ویا فریادم های ویا ادامنم من دادم ویا iltimosim bor. Mana shu yerda hozir aytilgan qo'shiq, ya'ni bular sezganlari yo'q, men ko'rib turibman bir odamni. Shu aytilgan qo'shiqni ijro etgan, qo'shiqni yaratilishiga sabab bo'lgan zotlardan biri bo'lgan To'ychi Hofiz bobomizni o'g'illari o'tiribdi. O'sha kishini hurmati men shu qora ko'zimni programmada yo'q bo'lsa ham aytdim. Katta deb Abdulqosim aka deymiz bu kishini. Shu kishi o'rnlaridan turib bir ko'rinib qo'ysa. Kelasiz, keling bu yoqqa ish bor sizga. Sekin bunaqasi aylanib kelingki sizga navbat beraman, bitta ish bor. Keyin ketaverasiz, keling, dam olasiz. Xading nozik, qoshing nozik, yuzing nozik, ko'zing nozik, labing nozik, tiling nozik, tishing gulring, adan nozik. سبزی ریحان لبیدر کوثرندان nice bostan yüzün gülmez ve gülzar şemen naz Kadin naz, kaşin naz, yüzün naz Közün naz, lebin naz, tilin naz, tişin duri adam naz. İki nergis, iki kengül, iki tani, iki can dilleme. Büründürün hamel eyler, kıleylik encüme tazi. Üveysiz inşa söylemeti ben zamanini Mabada ki mısın nazım dilige söylegen naz
Hadi nazım, kaşın nazım, yüzün nazım, közün nazım, lebin nazım, dilin nazım, çin duri adan nazım. لبی کلی نازم چین دور عدن نازم هدی نازم خوشی نازم yüzün nazım közün nazım Köksündedir yıllar armağanı Kaddin egik yoktur dermanı Yelkendedir gamni xırmanı Kulağında G'anim farmoni qadding ko'tar ona Turkiston yillar o'tar qara Turkiston O'zbek, qirg'iz, qozoq sartimsan Uyghur, Tatar, Türkmen, Türkümsen Tacik, ağam, Azar, Oğuzsan Bir onadan tarqagan dursan Bir-biringdan ajramagil hech Gina kudrat g'animlikdan kech Tugunlarni birgalashib yech Og'alarim kech bo'lmasin kech Tugunlarni birgalashib yech Og'alarim kech bo'lmasin kech Qadding ko'tar ona Turkiston yillar o'tar qara Turkiston Aral qani toshqin soy qani yer ostida yozilmay qani qayga ketdi bor oltinlaring tanang uzra dardsiz joy qani
O'zbek, qirg'iz, qozoq, sartimsan. Uyg'ur, tatar, turkman, turkimsan. Tojik og'am, ozorog'izsan. Bir onadan tarqagan dursan. Tojik og'am, ozorog'izsan. Bir onadan tarqagan dursan. Qadding ko'tar ona Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Qadding ko'tar ona Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Seni aslı imanın bütün. İman ahli satmağa yurtun. Köz oldingdan tarqasın tutun. Yo'roqlar minsin biratın. O'zbek, qirg'iz, qozoq, sartimsan. Uyg'ur, tatar, turkman, turkimsan. Tojik og'am, ozorog'izsan. Bir otadan tarqagan dursan. Bir-biringdan ajramagil hech. Yine kudrat g'animlikdan kech. Tugunlarini birgalashib kech. Og'alarim kech bo'lmasin kech. Qadding ko'tar ona Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Qadding ko'tar ona Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Qadding ko'tar ona Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Yillar o'tar qara Turkiston. Mana shu gulni ko'tarib kelgan yigitlar juda uzoqdan kelibdi. Aytishlariga qaraganda shu Andijondan deyishdi. Avvalgi nimada ham kelishuvdi shular. Rahmat, qadaminglar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Bular bitta ashula so'rashdi, o'zbegimni aytmasak bo'lmaydi ekan shekilli. Baribir aytib beramiz ekanda. Tarixingdir ming asirlar ichra pinhon o'zbegim. Senga tengdosh Tomiru oqsochli nishon o'zbegim. Söylesin
Afrasiyam söylesin Kurhunati Kühne tarih şadasıyla Bittem mercan Özbegi البروني الخارزمي الفرام أولادنا أسرين أسرين بلكي üzlük belki Tarkan Özbegim Kayser'im Rum neyzesiydim Bağrıda Dağızrada Çingiz'ü Batu tüveyge Köksi kalkan Özbegi مرعلی شیر نرسیده اکثر بردی جهان شیریت ملکی ده بودی شاخ و سلطان Özbegim Mirza Babur seni fıganin alem üzere savdı ot Şah meşrep kanı sende Urdi tuğyan Özbegim Men büyük yurt oğludur men beşer farzandman lekin avval senga bo'lsam sodiq o'g'lon O'zbegi qayga borsang boshda do'pping Vaz yürersen gerideyip Alem üzere namı ketken Özbekistan Özbegi Menge Pushkin bir cihan Menge Bayril bir cihan Lekin avaydek babam var Köksü asman Özbegi Bu kasidem Senge halkım Ak sütü sürmeti Erkin oğlingmen kabul et Özbegim can Özbegim Ko'p Jahongir ko'rgan bu dunyo Ko'p Jahongir ko'rgan bu dunyo Barchasiga guvoh yer osti Lekin do'stlar she'r ahli arab Jahongir kam bo'lar rosti Beş asrki nazmi sarayni titratadi zanjiridan bir she'r
Temur tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Dünya bo'ldi chamanim menim. O'zbekiston vatanim menim. Amerika sehrli diyor. O'qlar edi kalom ham hali. Dengiz ortini yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kalomda bor alamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Kristofer Kolombdan bir necha yüzyillar avval buni juda ko'p aytganman, yana aytishim kerak, sabablari bor. Siz va biz yashab turgan shu diyor dunyoni eng bilimdon odamlarini voyaga yetkazgan. Eng pok allomalarni voyaga yetkazgan. Hali Yevropada bu dunyoni kartalari bo'lmagan paytda bizi yurtda shu mavjud bo'lgan. Bundan ming yillar avval Hazrat Beruniy o'zini Hindiston degan asarini yozgan. Bu paytda Yevropa davlatlarida Hindiston degan so'zni bilmasdi ham, ular kim, qayerdaligini ham bilmasdi. U odamdan 500 yil keyin Kristofer Kolumb tug'ilib, ana undan keyin Yevropadagilar o'sha kitobni tarjimasini ko'rib, bu Hindiston degan joylar ham bor ekan degan fikr ularda bo'lib, o'sha karta orqali, o'sha dengiz orqali, yana 2-3 ta dengiz orqali o'tib boraman degan fikr bilan Hindistonga safarga chiqib, Hindiston degan joyni topaman deb ketayotib, adashib, nariga qit'aga o'tib qolib, Amerika qit'asini Hindiston deb qaytib kelgan birinchi. Keyin bilganki, u Hindiston emasligi. Ana undan keyin yana qayta borib Amerika deb, shundan keyin shu Kristofer Kolumb Hindistonga boraman deb Amerikani topib olgandan keyin Amerika e'lon qilingan. Ana undan keyin bir qancha yana safarlar bo'lgan, lekin mana shularning hammasiga sabab bizi bobo kalonimiz Beruniy hisoblanadi va undan boshqa bir necha ilmlarda sohiblari mana shu siz bilan biz yashab turgan diyorda. Shuning uchun Abdulla Aripov bu Kolumb degan zotda alamim bor degani, shu bobolarning bilimidan ozgina foydalanib, ana undan keyin bu o'shaqa borgan. Aslida biz bobo kalonlarimiz bir qancha yil avvalroq bilardi ko'p joylarda demoqchi. O'shaning uchun hali men aytaman, Kristofer Kolumb Beruniy Hazrat bu dunyoni juda ko'p joylarni aytgan paytda Kristofer Kolumbning eng katta enasi ham tug'ilmagan. Amerika sehrli diyor. Uxlar edi Kolumb ham hali. Dengiz ortini yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. Kolumb tabar alamim menim. O'zbekiston vatanim menim. Matin ado bo'lmag'ay, dunyo kezib izlasam
o'xshashi topilmagan. Bu dünyanın cenneti sensiz ko'nglim to'lmag'ay. Ana yurtim Türkiston oltinga topilmag'ay. Bu dünyanın cenneti sensiz ko'nglim to'lmagan. Ana yurtim Türkiston oltinga topilmagan. Güllagan vadilerin güzellikka andaza. Semerkand Buhara keng dünyada avaza. Yerde hürüm taridik qizlaring gülgün toza. O'g'lonlaring mard erur nomardek sotilmag'ay. Ana yurtim Türkiston oltinga topilmag'ay. Bir yangilik bor. Ko'plaringiz bilmaydigan yangilik bu. Men shu Arabistonga borganimda menga buni juda aniq aytib berishdi. U to'g'rida kitob ham bo'lyapti. 37-yillari undan avval bu yerdan juda ko'p bobo kalonlarimiz Afg'onistonga o'tib ketgan. Ana o'shanda shu daryodan o'tishi bilan ularni bor bisotlarini tortib olingan ekan. 1 million, 2 million, 3 million odam o'tib ketgan o'sha paytda. Va to'nlarigacha, hatto sallalarigacha yechib olishgan ekan. O'sha daryodan o'tishi bilan haydab olib borilar ekanda, chegaradan o'tgandan keyin chegarachilar haydab olib borib haqiga puli bo'lmasa sallasini yechib olar ekan, etigini yechib olar ekan. Xullas, ana shunaqangi bobo kalonlarimizdan bir necha mingini Afg'onistonda Chaqnasur degan cho'lga olib borib tiqishgan. Bir necha mingini. O'sha yerda suv yo'q. Ya'ni juda ekin bo'lmaydigan joyini shu yerda ular ko'kartiradi, suv olib keladi. Qolgani qoladi, qolmagani o'lib ketadi deb olib borib tashlagan. Va bir necha mingi o'sha yerda o'lib ketgandan keyin boshqa elda rahbarlari, ya'ni Turkiyani ular sizlarga kerak bo'lmasa bizga kerak deb olib ketilgan ekan. Menga bu juda aniq dalillar bilan aytib berdi. Shundan keyin men o'sha mana Arabistonda qaytib kelgandan keyin shu ashula paydo bo'ldi. O'sha Arabistonda, boshqa butun dunyoda bizi yurtimizda shunaqangi jannat, bu dunyoni jannati bo'lgan yurtimizda yurtni sog'inib o'lib ketgan birodarlarimiz bor, yetolmasdan. Hozir ham yetib kelolmaydiganlari bor. Chunki mablag'i to'g'ri yetmaydi, kelmaydi shunga. Xullas, meni aytayotgan gapimki, shu diyorda qangi chiroyli jannat makon joyida men boshqa joylarda ko'rganim yo'q. Shunday aziz Arabistonda ham o'zlaringiz bilasiz, musulmonlarda eng aziz joyi hisoblanadi shu yer. Bir 100 kilometr atrofda bitta daraxt ko'rmaysiz. Mana atrofingizga qarang, hamma yo'q suv, daraxt, hamma yo'q suv, daraxt. Yerda suvni dengizdagi sho'r suvni tozalab ichiladi. Shuning uchun birodarlar, bu yurtda qangi yurt hali hech qayerda yo'q, faqat chiroyli hayot, chiroyli go'zal hayot kechirishni sekin-sekin yo'liga qo'yib olsak kerak. İnşallah
mana yo'lga chiqib oldik, istiqlol qo'lingizda sekin-sekinlik bilan urush janjalsiz, aka ukadan ko'rmasdan, qarindosh urug'dan ko'rmasdan, qo'ni qo'shnidan ko'rmasdan chiroyli bir 3-4 yilda ichida inshaalloh yaxshi, oliy, eng go'zal davlatlar qatoriga kirib ketamiz. Xudo xolasa shunga yetajakmiz. Cidde, Taif, Medine, Mekke'de hem kutken var. Cidde, Taif, Medine, Mekke'de hem kutken var. Şakla sürde can birip, Avganda kan ütken var. Türkü Hindu Kaşgar'da Közü açık ketken var. Türkü Hindu Kaşgar'da Közü açık ötken var. Vatan diye ölse kim tuprağı sağlamak. Vatan diye ölse kim tuprağı sağlamak. Ana yurtum Türkistan'a altınga tapilmene. Yanam bulamam deb hamani kuydirsam, kuygan bu taqirlarni yana yondirsam. Benim şülki 100 yaşga davur, şundaq yürasam, yosh boshing bilan har yerda yolg'iz yurasan. Mehr kular ko'chasidan o'tmaganim kelvoq. Aşirak güydüresen, qayga borursan. Ey aşirak güydüresen, qayga borursan. Meni aqtarsam topilmaysan, qayda yürürsen. Savdo qilayin, bormi seni asl mekoning. Jonimni beray, jonimni beray, ishq do'koningni qayga qurursan. Mehr kular ko'chasidan o'tmaganim kelmoq. Gecemi diyek kişinin
Maşhur Ravzını bilse Uydu gelide halka koysa Yüzyıl ve bileli Akasını yağlıca kilse Ben kimge bari bir cevap kılma gelim ki vay Çaylap key Şayet sizin Şayet sizin Şayet sizin Düşümde görsem Yüreğim yollu kösü gerek Oynavatken kızımız Düşünge kirsem eline Adaş bolman doyramıram düşünge kirsem bağımına Yarımım kirişimine uygar gidesin Şayet siz Şunda görsem ki Urgireyiz Bay görsem Derdi gelip Rahmini sorsam Derdi alemin Ben çıkacağım Buradan da mağziyim Mahmuz kal Yepi vapay Koçası durur Arkadaş Min esre gel Min esre gel Vaktim seni yoşkine yerdin Hem erke bu av başkine yerdin Ak yüzü haldaru kalem Koşkine erdin Her yana borar Çağıma yoldaşkine erdin Ey mihri külal Köçesinden ötmegenim kim var Sen esre gel Sen esre gel Vaktin ya seni yoş güney Pulumu diye artık ağzım küversin Sen esre gel Vakti de bu yoş güney erdi Sen esre gel Vakti de bu yoş güney erdi Ak yüzü haldar o kalem koşkine yerdi Hatta giren ya hatta giren Sen yokluğunda bu yan yoşkine yerdi Şümteke bir başkine yerde